O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti serjantlar tayyorlash oliy maktabida sharqona an'analar va milliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan Navruz umumxalq bayrami nishonlandi. Tadbirda harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari hamda maktabning malaka oshirish kurslari tinglovchilari ishtirok etishdi. Saylga xos ko'tarinki kayfiyat bilan harbiy qism hududida milliy taomlar, xususan sumalak tayyorlandi. Do'stlik va hamjihatlik muhiti hamda milliy urf-odatlarimiz asosida o'tkazilgan bayram tadbirida turli madaniy-ma'rifiy chiqishlar, milliy o'yinlar tashkil etildi. Harbiy xizmatchilar o'rtasida o'tkazilgan arqon tortish, milliy kurash, shuningdek, karate va stol tennisi bo'yicha bellashuvlar ishtirokchilarning jismoniy tayyorgarligini sinovdan o'tkazish bilan birga ularga g'ayrat va shijoat bag'ishladi. Bayram munosabati bilan milliy taomlar tortiq etildi. Turmush o'rtog'im mana shuda ishlaydi. Bizlar oila a'zosi sifatida farzandlarim bilan bugungi bayramga tashrif buyurdik. Yangi O'zbekistonimizga bayramlar yarashadi albatta. Hamma xursand, shodon, hammani yuzida bayram kayfiyati aks etib turibdi. Navruz tantanalari madaniyat markazida davom ettirilib, unda konsert dasturi namoyish etildi. Harbiy orkestr jamoasi va folklor etnografik jamoalari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiq va laparlar yig'ilganlarni xushnud etdi.